Qolganini ertaga davom ettiramiz g'isht terishini. Hozir usta chuqurligini o'lchyaptilar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ana bugun biz ko'za quduq qazishni boshlagan edik ertalab. Mana shuncha tuproq, keyin ana bu qum chiqdi ostidan mana shuncha. Mana endi qozib bo'ldik, ana suv ham chiqdi. Endi ertaga ichini ko'za qilib teramiz. Peshku bo'yicha quduq qazamiz, ana shunday terib berish xizmatimiz bor. İçine. Mana yer ostining suvi chiqdi. Mana kolodesimizni g'ishtini teryapmiz. Mana bu ishi. G'ishtlarni teryapmiz. Bugun bitiramiz buni. Usta g'ishtini teryaptilar. Bitgandan keyin yana videoga qo'yamiz. Mana va nihoyat kolodesimizni qurib bitkazdik. Endi krishkasini qo'yamiz. Mana bu ichi.